Hayotda ikkinchi yoki uchinchi rafiqa bo'lgan mashhurlarni taniysizmi? Xonanda A'lo Rahimova Suxandon Rahmatilla Mirzayevning ikkinchi ayoli bo'lgan. Rahmatilla Mirzayev bilan sevishib turmush qurishgan. Aktrisa Zara G'aniyeva u yoshligida hali yosh bo'lishiga qaramasdan oilasidagilarni qistovi bilan o'zidan ancha yoshi katta erkakka ikkinchi xotin qilib uzatilgan. U birinchi oilasidan ajrashgandan keyin ham yana ikkinchi ayol bo'lib turmushga chiqqan. Qo'shiqchi Sogdiana u birinchi bor Hindistonga turmushga chiqqandan keyin hech qancha vaqt o'tmasdan oilasiga dars ketgan. U ikkinchi bor ikkinchi ayol bo'lib turmushga chiqqan. Ming afsuski ikkinchi oilasiga ham dars ketgan. Zarina Nizomiddinova birinchi bor albatta birinchi ayol bo'lib turmushga chiqqan. Ming afsuski birinchi oilasiga dars ketgandan keyin ikkinchi bor ajrashgan erkakka turmushga chiqqan. Ming afsuski ikkinchi oilasiga ham dars ketgan. U uchinchi bor turmushga chiqdi va hozirda baxtli hayot kechirmoqda. Xonanda Shahzoda u birinchi oilasidan ajrashgandan keyin Lolaning otasiga turmushga chiqqan. Lolaning otasini ikkinchi ayoli hisoblanadi. Xonanda Xadicha kundoshlikni tanlagan, ya'ni u erining ikkinchi ayoli hisoblanadi. Xonanda Xadichaning turmush o'rtog'i ham birinchi ayolini ham ikkinchi ayolini birday ta'minlay olgan. Hozirda turmush o'rtog'ining vafotidan keyin Xadicha kundoshi bilan yaxshi aloqalarni saqlab qolgan. Xonanda Lola birinchi turmushidan ajrashgandan keyin Rossiyaga turmushga chiqqan. U ham turmush o'rtog'ining ikkinchi ayoli hisoblanadi, ya'ni turmush o'rtog'i avval uylanib ajrashgan. Xonanda Nilufar Saidova Sultonali Rahmatovning ikkinchi ayoli hisoblanadi, ya'ni Sultonali Rahmatov ajrashgandan keyin Nilufar Saidovaga uylanib, Nilufar Rahmatova nomini olgan. Xonanda Rayhon birinchi turmushidan ajrashgandan keyin ikkinchi, uchinchi emas, naqd to'rtinchi xotin bo'lib turmushga chiqqan. Farhod Alimov 3 marotaba oilasidan ajrashgandan keyin Rayhon G'aniyevaga uylangan. Muqaddas Sa'dullayeva ham birinchi oilasidan ajrashgandan keyin Yigitali Mamajonovga uchinchi xotin bo'lib turmushga chiqqan. Ya'ni Yigitali Mamajonov 2 marta oilasidan ajrashgandan keyin Muqaddas Sa'dullayevaga uylangan. Aktrisa Shahzoda Matchonova birinchi bor turmushga chiqqan vaqtda hammaga birinchi xotin bo'lib turmushga chiqayotganligini aytgan. Ming afsuski, ular ajrashgandan keyin barcha sirlari fosh bo'ldi. Shahzoda Matchonova turmushga chiqqan yigitni aslida o'zini oilasi bo'lgan. Mavluda Asalxo'jayeva ham erining ikkinchi hayoti hisoblanadi. Sitora Alimjonova o'z turmush o'rtog'ini hammadan berkitgan bir vaqtda ko'pgina mishmishlar tagida qolib ketgan. Chunki Sitora Alimjonova boshqalar qatori turmushidan ajrashgan erkakka ikkinchi xotin bo'lib emas, turmushidan ajrashmagan ikkinchi ayol bo'lib turmushga chiqqan va hozirda uning bir nafar o'g'il farzandi bor.